Ushbu videoda o'tkazayotganingiz singari Siroat ko'priklardan shoshib o'tib keting do'stim. Niyatlarning go'zalligini qarang. Hozir mana bir ziyoratchimiz bilan turibmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdansiz? Bu tomonga olasa. Siz qayerdansiz aka siz? Men Tojikistondan, Moskvadan Aventur bilan birga Umra safarini o'tkazish uchun shu yerga keldik. Allohning baytiga keldingiz. Baytullohda turibsiz aka. Qarang, hamma narsada o'ziga yarasha hayajon bo'ladi. Albatta. Baytullohni birinchi marta ko'rganingizdagi tuyg'ularingizni bir aytib bera olasizmi? Buni aytishga ishoning til ojiz. Buni aytishda qanday aytishni imkoniyati yo'qlar. Buni ko'rgandan odam bir qanday desam o'zini yo'qotib qo'yib bir Baytullohda Ko'zingizdan yosh chiqib shu ko'zdan yosh chiqib duoga даже til qaytmay odam o'zini yo'qotib qo'yadigan darajada ham bo'ladi. Alloh nasib qilsin. Do'stlar, qaranglar, sizlar Rossiya hududida bo'lsanglar, Allohning baytiga qaysi davlat fuqarosi bo'lishingizdan qat'iy nazar bemalol kelsangiz bo'ladi. Shaxsan o'zimizni 18-yanvardagi reysimiz mavjud bo'lib, ana shu reysimizga sizlarni taklif qilamiz. Buning uchun +7 kodi bilan 965 026 96 06 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin.